Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatda bemorimiz 44 yoshdalar, Qozog'iston fuqarosi. Kelganda shikoyati burundan yaxshi nafas ola olmaslik va bosh og'rig'i edi. Tekshirib ko'rganimizda burun to'siq keskin o'ngga qiyshayganligi aniqlandi va septoplastik tavsiya qildik. Как давно начался этот? Уже 1,5 года назад. После чего это было? После травмы, да? Да, travma. Demak, travma olganligiga bog'liq edi. Burunga travma bo'lib, burun to'siq qiyshaygan va nafas olish qiyinlashgan va hozir biz qaror qildik septoplast operatsiyasini bajarishga. Тогда сейчас сделаем операцию.